O'tgan kunlar romanini 4-bor o'qigandan so'ng shu ta'sirda yozilgan bitiklar. Kumush, seni kimlar bu ko'yga soladir? Guldek yuzing, tabiatning nihoyatda chiroyli in'omi bo'lgan donadek holing, tim qora ko'zlaring-u, undagi yoshing kimlar uchun so'ladi-yu quradi? Nega muhabbat deb atalmish yolg'on tuyg'uga bu qadar bolalardek oson aldanding? Kumushoyim, kumush deb sening isming bejiz qo'yilmagan. Kumushdek taning ham, iching ham oppoq. Sen haqingda o'zbegoyim sehrgar deb to'g'ri aytgan. Sen nafaqat Otabekni, balki sen haqingda o'qigan barchani sehrlading. Bugungacha sehrlab kelursan. Shu jumladan men ham, Kumushoyim. Mana sen haqingda qayta 4-bor o'qidim. Odatdagidek, bu safar ham kitobning so'ngiga kelib o'qig'im kelmay qoldi. Seni yana bir marta o'ldirishni o'zimga ep bilgim kelmaydir. Ammo o'lganingdan keyin seni ko'proq sog'inarman, ko'proq eslarman. Shu uchungina kitobni tugatib qo'ydim. Yuraklarimni hovuchlab, tilar-tilamas so'nggi bobni ham o'qib tugatdim. Bu uchun sen xafa bo'lmag'ana, Kumushoyim. Kumushoyim, o'zing aytganingdek, qayin otang oyim deb chaqirishi senga ko'proq yoqadir. Men ham seni shunday chaqirg'im keladir. Balki shunday chaqirsam, men ham senga yoqurman. Shu bugungacha Marg'ilon tomonlarga bormadim. Ammo yuragimga tugib qo'ydim. Tez orada seni ko'rmak uchun, sen yurgan yo'llarda yurmak uchun, sening iforingni tuymak uchun vodiy tomonga borarman. Sen yuzingni yuvgan, yuzingni o'pib tushgandan keyin bir-biri bilan urushgan suvlardan sening haqingda o'zlaridan eshitaman.